Xo'sh. Keling. Xo'sh. Trenddagi musiqalarga likillagan videolar olar ekansiz. Yarim yalang'och kiyimda. Yaxshi. Sizga 5 million prosmotr, 300 ming like beramiz. Qo'shing. Mayli, yubkangiz kaltaligi uchun yana 500 ming prosmotr qo'shib beramiz. Sog' bo'ling. Xo'sh, keyingisi. Keling. Xo'sh, siz yesa-yemasa bemaza savollarni berib, ko'chada har bir odamdan, o'tgan odamdan intervyu olar ekansiz. Har bemaza saviyasi yo'q savollarni berib, odamlarning boshidan o'tganingiz uchun mayli sizga 1 million 800 ming prosmotr, 120 ming like beramiz. Undan ortig'ini kutmang. Sog' bo'ling. Keling. Xo'sh, siz ibratli videolar olar ekansiz-a? Hayotda ham o'zingiz ibratlimisiz? Yo faqat videolardami? Xo'sh, sizga endi videolaringizga mayli sal bo'lsa ham hisob qilgan holatda 1 million prosmotr beradi. Boshqa qo'shmaymiz. 1 million prosmotr, 100 ming like bo'ladi. Aytgancha to'xtang. Siz videolaringizni iloji boricha kamroq mana bunaqa qiling, iltimos. Bo'ptimi? Sog' bo'ling. Keling. Xo'sh. Siz foydali ma'lumotlarni beradigan, odamlarga foydasi tegadigan kontent olasizmi? Professional syomka qilib, 2 soatlab montaj qiladigan videolar olasizmi? Siz bo'lmabsiz, bizga to'g'ri kelmas ekansiz-ku. Sizga mayli rahmim kelgani uchun 750 ta prosmotr, 25 ta like, uni ham 18 tasini o'zingizning qarindoshlaringiz bosib beradi. Yo'q deysizmi? Yo xohlasangiz shu, xohlamasangiz umuman rakka chiqarmaymiz. Majbur emasmiz. Bizga keragingiz ham yo'q bizga.